Uyg'urlarni indigenous people deyish to'g'rimi yoki xatomi? Assalomu alaykum, men Mavlon Yasin. Uyg'ur indigenousga kiramdi va bundaq deyishning Uyg'urlarga akiladigan xatarligi bormi? Bu to'g'riliq Kanadadagi G'ulomdin apandi, Ruqiya Turdish xonim, Avstraliyadan Dilyar Musabay pidai ekranda üstün ilmilik bilan canlıq so'zlab va Germaniyadan Abdurrahimjon Facebookda kuchlik maqol yozib, xalqqa to'liq ma'lumot berdi. Bu to'g'riliq hammamizda yetarli tushuncha bo'ldi va buningga qo'shimcha so'zlaydigan yermi qolmadi deb o'ylayman. Uyg'urlarni indigenous deb tunishtirganlar biz Uyg'urlarni indigenous deb tunishtirganimiz xato ekan. Buni tuzatimiz deysalar tugaydigan talash tortish edi. Xalqmi bularning xatoligini tunuganligini e'tirof qiladi va kechirim qiladi. Bularning xatoligini tuzatimiz degan jasoratini olqishladi va har jihatdan yordam beradi. Rastchil odamlar xatoligini e'tirof qiladi. Xatoligidan o'rganadi, xatoligini tuzatadi va xatoligidan aql hosil qilib ilgari suradi. Xalqmi bundaq odamlarning xatoligini kechirdi. Esimizdan chiqib ketmasin, xalq tashkilot yetakchilarining xatoligini kechirdi. Lekin xatoligida joyillik qilib va xalqni aldab o'ynaydigan qilmishlarni kechirmaydi. Bu masala to'g'riliq Dünya Uyg'ur qurultiyining hay'atlari, ularning qalamlari va kontrollikidagi tashviqot qurollari harakatga kelib, har xil yozmalarni yozib va ekranlarda so'zlab, Uyg'urni indigenous deyishning hech qanday ziyonligi yo'qligini, Uyg'urlar indigenous bo'lishi Uyg'urlarning mustaqil davlat qurgan tarixi bilan hech qanday ziddiyat bo'lmaydiganligini va yana davlat qurishga hech qanday to'salg'u bo'lmaydiganligini ta'kidlab o'tdi. Bularning barliq mulohazalari indigenous bilan yerlik millat o'ttirsiga tanglama qo'yish bilan ifodalanyapti. Menni o'zimning bu indigenouska bo'lgan tushunchamni so'zlab baqay. Uyg'urlarni nima uchun indigenous desa bo'lmaydiganligini tushuntirib baqay. Indigenous degan so'zni yerlik millat deb Uyg'urchaga tarjim qilish to'g'ri emas. Bu tarjimning aldamchiligi va burmulashlari nihoyat cho'ng. Indigenous degan so'zni Uyg'urchaga tarjim qilgani bo'lmaydi. Uyg'urchada bu so'zning kelib chiqish tarixini ifodalaydigan so'z yo'q. Biz indigenousning tarixini va asli ma'nosini tushunib baqaylik. Bu so'z yana indigenous degan so'z bilan odamlarni tasvirlash 1646 yili tunji qitim Angliya yozuvchisi Sir Thomas Browne'ning yozmasida ko'rinib ekan. U Amerikadagi indianliklarni Afrikalik va Yevropaliklardan ayirish uchun indigenous deb atab ekan. Bugungi kundami Amerikalik indianliklarni indigenous people deb ataydi. U vaqtlarda Yevropaliklarning nazarida Amerikalik indianliklar yana indigenouslar Afrikadan zo'rliq bilan tutib kelgan qartalliklardanmi o'rni tuvan edi. U vaqtdagi Yevropaliklarning ko'z qarshida qartalliklarni qul qilib ishlatgani bo'ludi. Bu qartalliklarning davlatlari bo'lgan, yeziqi bo'lgan, yozuvchilari bo'lgan, shoirlari bo'lgan, hozir dunyoda davri surayotgan jaz muzikani va disko usulni mushu qartalliklar ijod qilgan. Dehqonchilikda, chorvachilikda, qo'l sanoat va haykal turash qatorliq sohalarda xeyli taraqqiy qilgan. U vaqtlarda Yevropaliklarning nazarida indigenous degan mundaq odamlar edi. Davlat qurib baxmagan, davlati bo'lmagan, davlat qurmish degan ong bo'lmagan,
yaqin yeziqi bo'lmagan, yozuvchilari bo'lmagan, diplomatdan hech qanday xabari bo'lmagan, ma'rifdan va taraqqiyotdan hech qanday xabari bo'lmagan, siyosatchilari bo'lmagan, dehqonchilikdan hech qanday xabari bo'lmagan, yenik va ig'ir sanoatdan hech qanday xabari bo'lmagan, zamonaviy dunyoning xorlishiga uchirgan, yer sharining ma'lum parchasida tabiatning bo'ron chopqinlari bilan kurash qilib, ovchilik bilan avlodma-avlod yashab kelgan bir turkum qaloq odam to'plami. Mana bu Yevropaliklarning shu davrda indigenislarga bergan aniq misli. Yevropaliklar indigenislarni qulluqqa yaramaydi deb qaratdi. Amaliyotda Yevropaliklar bu indigenis deb atab olgan to'plamning odam qatorida ko'rmagan. Indigenisning kayniga people degan so'zni qaytib qo'yg'ini texi 100 yil bo'lmadi. Yevropaliklar bu indigenous people'larni xuddi hayvonni o'q qilgandek qo'g'lab o'ldirgan. Hozirgi statistikasining ko'rsatishicha Amerikadagi 90% indigenuslarni o'ldirib o'tgan. Amerika ishlagan shu davrdagi indianliklarni, yana indigenusliklarni qirg'inchilik qilgan kinolar oz emas. Men Dünya Uyghur Qurultayıdan so'rab baqay. Sizlar indigenous deganning ma'nosini yerli xalq deb Uyg'urlarga sotganda mushu mazmunlarni o'yladinglarmi? Uyg'urlarni dunyoga indigenous people deb tunishtirganda indigenous degan so'zning tarixiy orqa ko'rinishini izlanib baqdinglarmi? Hiç bo'lmaganda madaniyati Uyg'urlardan ilg'or bo'lmagan Tibetliklar nima uchun indigenous degan atalg'ini qabul qilmaganligini va rad qilganligini izlanib baqdinglarmi? Bu bir nodonlikdan kelib chiqqan xatolikmi yoki Uyg'urlarning mustaqilligini sitib xajlashda qiylib chiqqan yangi bir manbami? Indigenous people'ning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor degan hukmning paydo bo'lganiga texi yerim asr bo'ldi. Bu cho'ng kuchlar o'zaro ilishish jarayonida ehtiyojiga asosan yasab chiqqan bir siyosiy diplomat. Uyg'urlarni indigenous desa bo'lamdi. Bu tamamen har bir Uyg'urning ko'z qarashi bilan munosabat. Agar siz Uyg'urlarni tarixda davlat qurib baxmagan, buningdan keyinmi davlat qurishga intilmaydigan, davlat qurish tarixiy asosi yo'q va davlat boshqaradigan amaliy iqtidori yo'q. Tarixda o'zining yeziqi bo'lmagan va yeziq tarixi bo'lmagan, yozuvchilari va shoirlari bo'lmagan, ma'rifdan hech qanday xabari bo'lmagan, boshqa davlatlar va millatlar bilan diplomat qurmagan, siyosatchilari va harbiy olimlari bo'lmagan, Xitoy kelgicha dehqonchilikni bilmaydigan va kapa uyda ovchilik bilan yashagan, bir millat bo'lolmay qabila shaklida qaloq yashagan, zamonaviy taraqqiyotdan bakla yiroq bo'lgan deb qarsangiz, Uyg'urlarni indigenous deysangiz bo'ladi. Birsi sizni indigenous demaydi. O'zingizni indigenous deb bir qonun hujjatga qo'l qo'ymaysiz. Unda qonuniy hujjatmi yo'q. Faqat siz o'zingizni indigenous deb dunyoga tunishtirsiz. Xuddi o'zingizni To'lqin, Mammat, Osiyo, Erkin, olim deb tunishtirgandek. Agar siz Turg'un Olmos yozgandek Uyg'urlarning necha ming yillik tarixi bo'lgan, Uyg'ur imperiyasini qurgan, Qistonlar hokimiyati, G'arbiy Shimol egizlikda Tong'ut hokimiyati, Xishi koridorda Uyg'ur hokimiyati, Turpan o'ymonligi va uning atrofidagi bir qism joylarda Itqut Uyg'ur hokimiyati, Kuchaning g'arbidan tortib Buxorogacha va shimolida Issiqko'ldan tortib janubda Xotangacha bo'lgan keng zaminda Qaraxonlar hokimiyati qurgan. 11-asrda Qarxonlar sulosiy davrda
o'ltiraqlashish va shaharlashish umumlashib ketgan. Qashqar, Barchoq, Balasag'ut, O'trar, Farab, Samarqand va shuningga o'xshash yirik iqtisod, savdo va madaniyat markazlari maydonga kelgan. Abu Abbas Farxoni, Abu Nasr Farabi, Abu Reyhan Biruri, Yusuf Xos Hojim, Mahmud Qashqari, Alisher Navoiy qatorliq dunyoga mashhur ulug' olim, mutafakkur va shoir ajdodlarimiz bo'lgan. 12 muqamdak xalqaro saviyalik dastonni dunyo san'at xazinasiga qo'shgan. Ming bir uydak boylik dunyoga qoldirgan. Mo'ng'ul imperiyasining muarif sistemasini qurib chiqqan. Xitoy podshosini oldimizda tiz tükib tozim qildirgan. Xitoyni qo'rqitib Sadichin sipilni silishga majburlagan. Oldingi 100 yilda 2 qatim jumhuriyat qurgan. Marksning Kapital degan kitobini 50-yili yana Xitoydan burun tarjim qilgan. Tangirtog' va Torimni o'zining ruhi qilgan va shu ruh bilan yo'g'irlangan. Dunyo e'tirof qilgan Omaniviy millat deb qarasangiz, Uyg'urlarni indigenous people emas, Xitoyning ishg'ol ostida qolgan millat deb o'zingizga aniqlama berasiz. Bu ikki xil aniqlamadan birini tanlab olish tamoman har bir Uyg'urning vijdoniga va mayliga tava. Dünya Uyghur Qurultiyi raisi Dolqun, biz hech qandaq narsaga Uyg'urlar indigenous deb qo'l qo'ymadik degani bir aldamchilik. Dunyoda indigenous deb qo'l qo'ydigan hujjat bo'lmaydi. O'zingni nima deb tanishtirsang, xalq aro shundoq deb seni taniydi. Dünya Uyghur Qurultiyi Uyg'urlarni indigenous demagan bo'lsa, hech kim Uyg'urlarni indigenous demaydi va indigenoueslarga avtadigan bag'oqni avatmaydi. Indigenous degan bir millat o'zi, faqatla o'ziga beradigan atalg'u va martaba. Misoli, Dolqun Aysa bir qonuniy hujjatga qo'l qo'yib, bu Dolqun Aysa degan ism bilan jamoatga tanilmagan. Ata-onasi Dolqun Aysa deb ism qo'ygan. Shuningdan tortib jamoat Dolqun Aysa deb atab kelgan. Yana misoli, mening ismim Mavlon Yosin. Men va ota-onam hech qanday bir hujjatga Mavlon Yosin deb qo'l qo'ymagan. Azon to'lab ismimni Mavlon Yosin deb qo'ygan, shuningdan tortib xalq mening ismimni Mavlon Yosin deb atab kelgan va har qanday hujjatlarga Mavlon Yosin deb yozilib kelgan. Dünya Uyghur Qurultiyi va ularning qalamlari bu xatolikni tuzatishning o'rniga Uyg'urlarni ism tanishning hech qanday qimmati yo'q. Indigenous degan yerlik degan gap, biz shu yerlik millatqo deb limni o'g'irlab, turkni almashtirish yilani ishiltib, Uyg'urlarning mingisini davomli zaharlamoqda. Uyg'urlarning har qanday Uyg'ur nishlarini tunjuq turmoqchi. Bu o'z taqdirini o'zi belgilash bayrog'ini egiz ko'tarish orqali Uyg'urlarning mustaqilligini setib hajlab kelayotgan siyosatini davomli ilgari surishdan iborat. Uyg'urlarning burungi mustaqil tarixini yo'qotib, kelgusidagi mustaqillikni setib hajlash uchun qiyilib chiqqan yangi bir manba. Uyg'urlar davlatini tattirib qo'ygan bo'lsa-mu, irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan bo'lsa-mu, o'ziga qat'iy ishonmasni, o'z tarixiga bo'lgan iftixorlik tuyg'usini, o'z madaniyatining aloydiligidan faxrlanishni, o'z e'tiqodiga bo'lgan pok iymonini, o'z taqdiriga bo'lgan ishonchisini yo'qotmagan millat. Uyg'urlarni indigenous deyish, Uyg'urlarning ruhini to'xtamay qaynatib kelayotgan qozonning ostidan o'tonni tortib etish uchun ilib ketib borgan yangi bir tirishchanlik. Obyektiv jihatdan aytganda, Xitoylar bilan moslashib Uyg'urlardan bu ruhni ilib tashlashdan boshqa narsa emas. Angliyaliklar o'zini indigenous demaydi. Ruslar,
Fransiyaliklar, Xitaylar, Yaponluqlar, Qozaqlar, O'zbeklar, Tibetliklar hammasi yuqorida so'zlab o'tgan mazmunlarni ko'zda tutib o'zini indigenis demaydi. Uyg'urlar qandoq qilib indigenis bo'lib qoldi?